ichida. Я вообще в шоке от него. Мы его поздравляем, он держит руку в сердце и принимает эти красивые поздравления. Komiljon bilan sizga ikki og'iz savolim bor. Yoshingiz nechida? 5ta. 5ta. Endi necha yildan keyin kattakon to'yingizda o'tiramiz? Necha yildan keyin uylanasiz? 5 yildan keyin. 5 yildan keyin uylanasiz. Xo'p. Endi bitta savol sizga. Uyda siz kimni ko'proq yaxshi ko'rasiz? Oyingizmi, dadangizmi? Oyimni. Ayingizni. Sizni kim ko'proq urishadi? Ayingiznimi, dadangizmi? Ikkovlarini. Ikkovlarini ham yaxshi ko'rasiz. Kim ko'p urishadi sizni? Adam xafa qiladilarda. Dadang safarlar. Kim ko'proq sizga o'yinchoq olib beradi? Igrushkalar kim ko'proq olib beradi? Oyim. Oyingizlar. Kim uyda ro'zg'orga ta'lim narsalar olib keladi? Oyingizmi, dadangizmi? Dadam. Dadangiz. Uyda kim xo'jayin? Oyingizmi, dadangizmi? Dadam. Bilargansiz. Demak, 5 yildan keyin to'y bo'lsa, kelinni tayyorladingizmi? Qani? Boshqa joyda. Ismlari nima? Bilmayman. Kelinni otlari nima? Kelin o'zingiz, keliningiz. Marjona. Tak, Komiljon, men eshitishim bo'yicha san'atga ham qiziqishingiz bor ekan.